Karar oldum bu. Sete a Paris para receber direitos autorais. Destino marcado, pior encontro de minha vida. Me encontrei esse crioula que sem menu era só viola. Apelido de graça que cata que devo ser raça. Manda tüydüm bu Sete a bu. Paris para receber direitos autorais. Destino marcado, pior encontro de minha vida. Acayip sırayla. Me encontrei esse crioula que sem menu era só viola. Apelido de graça que cata que beco ser raça. Uai, uai, hoje Jacinta, uai, uai. Uai, uai, se acompanham mídia bufirim. Uai, uai, oi mamá. Uai, uai. Uai, uai, oi Jacinta, mídia bumatan. Stockholm'dan hammalarga o'tliq salomlarimni yo'llayman. Qanday ahvolinglar? Hammalar yaxshi turibsizlar. Vlogimga manda ichilish qilmaganға bek uzoq bo'lib ketibdi. Qalaymiqan vlog tortib, u yerdan boshlagan vlogimni ichilish qilmadim bir necha vlogimda shundoq. Bek uzoq bo'ldi menga vlog tortmaganға. Men 9-oyning oxiri Finlandiyaga sayohatga berib, kelganning yoqi vlog tortmadim. 10-oy, 11-oy, hozir 12-oy kirib ketdi. 12-oyning oxiri keldi mana. Yıllar kirayda vatıdı. 3 aydak vlog tatmadım. Çünkü işlep bek alraşıp kettim. Bu aralıqda yazlık vlogimni kesip bulanmay taşlap koygandım. Tekçi çıkıp bulamadım o vloglarını. Hazır çıkırdığan 3 vlogim var. Şu vlogimden aldı da bir yazlık vlogim. Onunkin Finlandiya'ya seyahatke bağlan 2 vlogim. Degендek turdu. Kesiş hoş yakmay. 3 ay vlog tatmay. Bugün qishlar kirib, yangi yillar kirish oldida turibdi. Shunga bir qishliq vlog tatib, xotirlab qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Shunga bugundan boshlab shu bahor kelgacha bir vlog tataman. Necha oyninki vlogisni bir vlog qilib chiqarman, bir qish vlogi qilib chiqarman. Men hozir shaharga kirmoqchi. Ozroq bozorlashim mumkin. Bek uzoq bo'ldi men shaharga kirmaganga. Qimiyada bir ochib tashlaydigan bir axlatim bor. Bugünkü OOT'lerimni bir göstereyim. Şunaq bir OOT yapmadım. Derby ayıqımni öpəşdim. Ma çapanını yandan aldım. Kolbox'dan ki. Ma 12-oyning oxiriga keldik. Ma Stockholmda tek qayaqmı deyə simsim yağmur yağıbdı köynəklərdək. Aldın qapdı bular Rojdestvo bayramı ötkəzdi. Qasız Rojdestvo bayramı ötkəzdi. Aldın qapdı Stockholmda. Bundaq oylab baxsam 10 yıl burun Stockholm'ni hazırqı selish tutsam bu 12-ci aygacha 10 yıl burun degandan necha qitim qayıqib jan soğaqlar bo'lib degandek. Eng kelgan vaqtlarimda 10-ci ayning oxirlari degandan qala degandan yig'ib bo'ladi. Hozir ko'ngillardek qasiz kunlarni o'tkazyapmiz 12-ci ayda. Patqoqchilik. Mamlakatdagi go'zal san'atlarni yana almashtiribdi. Miyada bir kitapçası ağandım ben. Miyaga kildiğanga. Ferekistin ekegizgendim. Cemi 5 dalçı bu. Birinci qitim mana ekep berdi. Onunkin ertesi ma ikisini ekeldi. Yani ikisi kam. 2 gün oldu yok. Manda mazza ferekis. İkinci ferekisten birnam ekegizmeymen. Aslında planımda ben mahepte bu kitap cazamını kuraştırıp yo miyaga koyup yo redlep planımda aslında atıda hazır mahepte ötüp giteydi atıda bana bugün yekşembe hiç isim ahmadı degandek. Şiktaşın ağırlığı da güllerimge su koyuydu bir hafta buluptu su koymağanga kurup giteydi aptatı güllerim. Ma encir gülüm insanları var ma encir gülüm dep koyay. Vekşi kınolama ma yopurmaklarını vekşi aynıp manda yopurmaklar çıkarttı. Ma gülüm ya ölmedi ya bütünleyle tirilmedi misindak. Kurup. Va ama ma tuman nimdeydi balla. Ben çeni kıskaydı gendim ama
Tekşe soğuğan bunda tuman bir xil chiqim kelmay otudu. Mening tor dunyosidagi oilam. Qanday ahvolinglar mana? Yaxshi turibsizlar? Men nimishib ketmayman yerda. Bu hikoyani qanday so'zlasam bo'lar, qanday deb bersam bo'lar sizlarga bu hikoyani. Men imtihon etayotgandek qilmayman yerda. Men xursand etyapman, xursand. Vlogimni ko'rgan bolalar bo'lsa biladi. Meni oldin qaytam xursand qilib, qanday bir hodisaga yo'liqimni, zarba yeb ketganimni, qanday bir mag'lub bo'lganimni, qanday qasam ichayotganimni biladi, xursand etmayman deb. Ammo adamning yigit kelgan chog'da yana o'zini tutib ololmay xursand etgisi kelgan shundoq. Ammo men saqaydim, men necha ayning yoqi qaddimni ruslab aslimga kelib qora tushimdan, xursand etgan qora tushlarimdan hayotga yana qaytadan ishonchimni bog'lab, xursand etalaydiganimga o'zimga ishonchimni bog'lab aslimga kelib degandek xursand etyapman. Ximirni yana yaxshi jug'uramidim, bu xursandning ximirni qanday jug'urdikindan. Bir rizqlan avatimlar. Bugun g'alba qazilman xursand etib, bugun astoydillik bilan etyapman men xursandni. Bir tamoq etib bunda astoydil bo'lmagan. Menda tugdim-ku bu. Qanday bo'ldi bu? Shunda tugamda, ammo yaxshi tuganmadim yana. Meni rag'batlantirib maqtab, bunda inkaslarni izletinglar. Qaytadan ko'rsam bunda to'pida degandan inkaslar degandan bunda sudek yiqib ketsin. Vay, vəxşi oxşatdı, mən xoşanmaz, vəxşi çıraylıq tügübsiz, mən xoşanmı. Çünkü qolu gül balıkensiniz o, siz de bunda bir izletinglar, inkaslarni bir rıg'batlantiringlar meni. Vəxşi kerak sizlarning rıg'batlaringlar şu manga. Altundek balıkensiniz o, kumush emas altun, tepilmas altun bir balıkensiniz o, xoşanlarni eklitlar da bunda bir rıg'batlantiringlar meni. Xo'shib ketay, o'tnib qolay. O'tnib qolay. Qayilib ketinglar, ichimlardan manga. Gerçi ximirim yaxshi jug'ramagan bo'lsam, men ximirni chiroyli tugishga tirishyapman. Chiroyli tugib, ko'ydirib etmay maqitdim xo'shanlarimni. Tayfi o'xshagan bir xo'shan etib yeyman. Maboliniki xo'shini bir o'xshab ketsin deb duo qilib qo'yinglar. Mana mushta tuguvatdim. Maqitdim o'sha ko'zimni uzmay pishirman. Oldin qaytim ko'mash qilib ko'rganimlardek vlogimda. Asta o'tda pishirman maqitdim. Ko'ydirib etmay vekshi paydirim chiqyapti ko'rganlarmi? Oxiri chiqdi pishib. Ko'ydirib etmadim ish qilib, ammo mavu üstü yerilib ketibdi. Dumlasam xo'shanninki bir nimdaymiz 30% xo'shan bo'lib chiqdi. Ama ma xo'shimimga inkas rayonida video deb ma inkaslarni izletinglar. Bo'lma chaqam. Biroq etim bir assam 60% xo'shan bo'lib chiqadi. Uning keyindan yana bir assam 80% xo'shan bo'lib chiqadi. Yana bir assam 100% o'g'iniman xo'shan etishni. Kafe koyaninki torti mavo, merabaninki manga yangilik so'g'iti. Bütün bir tort berdi manga tunukan qahva xonasiga berib qahva ichsam, bir tort so'q qildi manga. 2 kundan ichida yeyotishim kerak. Shunlashqa hozir bir parcha yemakchi o'tirib kinoramni ko'rib, 4 parcha yesam bo'ldi ekan, o'tirdim. Saat əplişib, ma kitap cazamni axır qurashtirib oldum. Naq keldi ma timimga ko'rganinglardek. Hozir buni biraqor etib, bütün kitaplarımni bu yerda chechilib yurgan o'sha hamma narsamni shunga tizmoqchi hozir. Hozircha shundoq bo'lib turdi. Jixyala kam yana kitaplarım osgan qarab baqsam. Xayrli sahar, qanday ahvolinglar? Yaxshi turibsizmi? Yaxshi. Men bugun amda qopdim rasmlasam. Baldir qopish xo'shaqdi. Damog'an kunim shundoq vaqtchi uxlab, qangacha uxlab, uyqumni qondirib, shundoq qopiman o'tam.
ben bir naştılık qilmoqchi, payda bir naştılık qilib, qahvarimni ichib. Bugun shaharga kirmoqchiman. Men yezida, sahroda yashayverib, shaharning sirtida ishlab, shahar ichiga kirmagangimi bir shikka yo'q ketibdi-jimi. Nima ish qilishimni bilmayman da arlab, bir qahva ichib, yaxshi kinolar bo'lsa balkim kino ko'rishim mumkin degandek. Shu ishlarni qilib, bugun sirtda, bugun uyda turmayman, sirtda arlayman bugun. Her kuni shunday nashliq yeyapman, chunki jiq chiniqqashqa 4 tal tuxum, uningkin tarxamak, uningkin bir tal avokado, zaytun. Mishlar bilan uningkin ma'u tuxumimni qo'rg'anchada bunday salat solman degandek. Shunday nashliq qilyapman kunda atiganda. Qancha ishlarni qilib ketdinglar yaqindan beri, bunda bir inkas rayonlarga yezaytinglar, ba'ziringlar ta'tillarni tugatdinglarmi, o'qishlar ochib ketdinglarmi, ishlaringlar qanday ketib bordi? Qanday yaxshi kitoblarni o'qidinglar yaqindan beri, qanday kinolarni ko'rdinglar? Qanday musiqalarni anglayapsizlar? Qanday gullarni beqiyapsizlar uyinglarda? Qanday tamoqlarni yetib yeyapsizlar? Sog'lomliginglar qanday chiniqyapsizlar degandek. Bir fikr bermamsizlar? Mening vlogimni doim ko'raman do'stlar. Kechgacha mening hayotimni ko'rib o'tib ketaverasizlar deyman. Bunda bir o'zinglarning hayotini bunda bir xotirlab qo'yinglar. 10 yildan keyin shu vloglarimni ko'rsam, bunda hayotlarni yashab ketibman. 10 yildan keyingi bugungi kunimni men eslayolmayman 10 yildan keyin. Shunlashqa shunda vloglarni tortib, o'zim eslaydiganga eslama qoldiryapman. 10 yildan keyin ko'rsam, bunda ishlar qilganda men 10 yil burun hayotimda bunda nashliqlarni qilyaptim ekanman. Aytganlari, bunda sog'lom yashaptiman-ku bir mazgil deb vaqtcha sog'lom yashayman. Bormi, yo'qmi vaqtcha? Xudo bildi o'zi. Ammo shundoq bir yashaptiman-ku 10 yil burun. Men zaytunni olsam yaxshi zaytun emas ekan. Men urug'i zaytun ekan. Men bilmay yeyaptiman. Basin chirpga olgandim. Urug'li zaytun ekan. Odatda zaytun olsam o'zimdan olgan bir zaytun batdi. Urug'siz, bek paste. Qarasam, men basin chirpga shunashqa ipsini paqaytsam urug'li ekan. Bu shunashqa yaxshi ko'rdim. Shuna bo'lsa men yeb to'kdim. Uni ostiga bo'yliq indaymiz. Aralashma. Masalan, anda qizil emas, anda rangli zaytun bilan unda ko'k. Zaytun ikkisini birlashtirganka. Ertaga shundoq 10 tal zaytun yeyman. 10 tal. Endi tuxumimni qo'rsam bo'ldi. Hozir rostgapni qilsam, Uyg'urchani qanday vaqt so'zlayman? Mushu vlog tatqanchalik Uyg'urcha so'zlayapman jimo, mushu necha oylar bo'lib ketdi. Oldimda Uyg'urcha gap chiqmaydi, qaranglar bolalar. Mushu vlog tatqanchakda mushu sizlarga so'zlamasam Uyg'urchani, odatda Uyg'urcha so'zlamayman. Men salatni nima qilib jumayli salsiz deb so'rmanglar. Men yuvib qo'ygan, tozalab qo'ygan salatda o'zi. Kesib qo'yaylik. Mana shunday mashg'ulot qilaman. Bir vlog tortish uchun bo'lsa, qo'limda qahva qilyaptim. Hozir qattiq xush yoqmaydigan bo'ldi-jimi qo'limda qahva qilish. Maşındılar ünüp ketkeşke. Huzur. Qahvaning purqi. Bunda payzi bir qahvani, albatta payzi qahva stakanimda ichishim kerak. Men malu qahva stakanlarimda qahva ichmaganga 1 yil bo'layapti, jumla bilmoqchi qahva stakanlarim bor miyada. Qaysini da isem bulaş. Bir yerde kahvestakini tek aldım. Şununda içini karar kıldım go. Şilsiyanınki. Gustav Sperry degan markasi için qachiganınki.
Ben hazır bazarlar men şehirge kirip qarsam Eytösninki ma ayıqını 40% düşürüptü. Burundala ağım batıcı ma ayıqını qarsam düşürüptü. Hazır kiyip man yoza eşitlen bilen sınap bakmakçı yarasa. Hopninki ma işki maykısını 40% düşürüptü bulanıma. Bunun sınap bakmakçı. Yarastı. Bu ayıqı özü yarsınlık ayakla bulanınki ayakları pek alaydı o ayaklarını. Ama şu ilaki bir ilaki sınap ilaki menip almışsınız pek ilaki rahatsız kılıcı. Ma ayıqını ağınımda 3 yıl oldu mu? Veksi kivettim bu ayıqını. Şu markanınki, Eytösninki ayıqı bu ma. Bu pek rahat ayak özü. Bunu ağınımda pek uzak olup gitti. Hem pek çın ayak çıktı bu, çın ayak. Ta ki hazırlığı kivettim aşağı ayıqını. Ma maykısı mı? Acayip peyzi bir rahat bir mayka. Lip biz yazın aşı ısık günleri kesiniz mi? Şimdi rahatta şamallar düşüp durduğum lip biz mayka. Ma Soğut Sarayı'nın içini oynayıp çıkışa karanlık uçup getipti bir nemde. Ben hazır hopna arlavatım. Manda bir hoodie gördüm. Manınki hazır mening resmim yo'qki, men 46 da. Men 54 resmini izlayapman agar bo'lsa. Shuni olmoqchiman shu hoodini. Unga ma ishtinaman ve kişi peyizga. Qarama. İştini chiroyli. Mama ikisini chiroyli. Malaning hammasini 50% tushaganki. 50% tushaganki. Ma'un yuzay çapında karanlığa, manada çapında çırarak ya. İşte bilen birle birdu. Rengi lamanda renklik nüveyşten aradı. Nimdeyimiz manayla ki dotlaşıp ketken rengdem dok. Bir nimler dotlaşıp kesmişsin de renk çıkıdı o. Nak aşağı rengle karanlığa yavray. Yine geldim kospun dehşet içip gitti ama nimi yedim desenla ben en yaxşı gördüğüm daim yaydıgan vlogimda daim çıkıdığım Korean rice bowl yedim. Ben bekçi amrah manında ama bugün ben ekstra chicken aldım. Tüm çiğnek kaşka bugün protein şeklimleme işimdim şu başka. Ekstra chicken aldım. Tamak yap çıksam mı yağmur yağışıp başladı görünlerimi. Ma birinci ayda yağmur yağıvatı üstü kolumda. Tarihte yüz körülüp bakmagan hadisler yüz körülüp gidip vardı. Şimali Avrupa'da birinci ayda yağmur yağdı degan gap. Qandaq gap bu? Balama ahir öy kelib aldım. Çılık yolup ketdim nafkatni qilsam ham. Dehşet yağmur yağıvatı sirtda. Çılık yolup ketdim sumkam. Çapınımdan keyni yol. Sulana. İşte natigi yol. Şarjı kirip bırakır arladım. Bir çay dükkanı battı. Şu yerden çay aldım. Yani yeşil çay aldım. 3 xil temdiki. Birisi öf temi Yaponiyanınki yeşil çayını aldım. Şunda peyz pıraydıki. Onunki 2 xil tem katkan. Meyvelerninki yani başka güllerninki tem katkan. 2 xil yeşil çay aldım. Ma Ordinary'ninki ma serumsunu aldım. GF15 Solution degan. Lancome'ninki ma main aldım. Bunu 50% düşürüptü. Onunki bir t-shirt aldım. Samsung'dan. Kögnungladek. Şunda bir t-shirt. The Poetry of Everyday Life degan. Hayırlı səhər, qanda avalanlar yaxşıdıratan sizlər. Mən hazır səmla yeginim aldım. Bu səmla bugün onlardayıq vlogimni ko'rgan bolalar bo'lsa bo'ldi. Birinci ay, ikinci aydılar ba. Şonlaşqa şu vaqtda yevamsaq bu səmlani, başqa vaqtda yo'q. Şonlaşqa hazır mən bir peyzi, bir volkanıma aldım. Səmlaları dəhşət oxşaydıgan.
Şey berip kahve içip semlayıp kelmez. Biz bardıgan bolkana bolsa, muşu bekatdan çıqqanlı yada. Muşu Zinkimstan bekatdan çıksınız da, Svedian bagırıyla bir bolkana ba. Muşu bolkanı şu. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. A noite que ele não veio foi de tristeza pra mim. Saveiro voltou sozinho, triste noite foi pra mim. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Saveiro partiu de noite foi, Madrugada não voltou. O marinheiro bonito sereia do mar levou. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Nas ondas verdes do mar, meu bem, Ele se foi afogar, fez sua cama de novo no colo de Iemanjá. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer. Bugün fotografiskere kilip, müşü Bruce Gilden'ninki körgermisini körüm. Resimlerini yerindek. Bugün bir gün sırtı buldum ha. Semla yigini badım, reskepni qısam. Fotografi eskep musihalmıga badım. Üyege berip körgezmi körüptüm ben. Üyeden çıkıp bazarlaptım ben azırak. Bir neyse iliş planım yoktu balla. Qarsam bir dükanda vekisi ayaklarının bağısını 50% düşürüp set etipdi ki. Qarsam edem degenin lık balla degenin. Bulu bulan qıp getipdi. Yazlıq bir çoqay aldım yana. Mavi çoqayını aldım. Rağlı kişitanlarım bilen maslaştırıp şunu kişiyle. Kendimdeki kitapçı adamını müşünda qılıp quraştırıp yo oňşap qıvaldım. Qanda bopdu yarıştıma üyümge. Bir yarışıpdı devtinla. Bir hoşup gitay. Bek çapada uzak vakti yastıp bunu neçe ayda kelip, neçe gittim, neçege bölüp, ekilip bunu bek testi quraştırıp oňşap müşündaq bir renk kirgizip aldım üyümge. Yarışıpdı dep bir maqtıbitinla yaraşmagan bolsumu hoşup gitay. Öyümdeki bütün aş üye bir yere çeçilip жүрген kitaplarını yo uşaq çiçek näslerinin hemmisini tizdim şunda qılıp xile bir renk kirip qaldı ya öyümden içige degendek. Vlogimning oxirsida
unda bolsa sizlarga oldingi yilninki oxirsidan boshlab toki hozirga qadar ko'rgan yaxshi filmlarimni tavsiya qilaman. Xili jiq filmlarni ko'rdim, yaxshi filmlarni ko'rdim, nachar filmlarni ko'rdim. So'nglashqa o'zim yaxshi ko'rgan, o'zimga yoqqan filmlarni tavsiya qilaman. Odatda yaxshi ko'rgan filmlarimning turi bo'lsa, mushu turmushga oid, uning keyin shu tarixni oq ko'rinish qilib turib ishlangan filmlarni bekaraq yaxshi ko'raman. So'nglashqa sizlar mandaq urush, bu etishish, uning mushlash uning keyin kelajak, fantasy, bu qo'rqinchli filmlarni yaxshi ko'rgan bolalar bo'lsa, bu yani ko'msanlar bo'ldi, atlab o'tib ketinglar. Yezib oldim filmlarimni unutib ketmay deb. Bunda bir xotira daftarim bor-ki, bolalar nelarda qolgan Uyg'urcha yezishni o'rgangan bir xotira daftarimga qaranglar. Yazgan kundalik xotiralarim bor ekan, faqat Uyg'urcha yozgan. 2022 yili 16 iyun yozgan kundalik xotiram bor ekan. Bugun besim og'rib, bek nachar o'rnimdan turdim. Shunglashqa chiniqishqa chiqmadim. Ochiq bir qahva damlab, noshtalik qildim. Naqshi angladim, kino ko'rdim. Çin qaçlarını yuvdum, öylerini tazladım. Neçe gün buldu, günde digidek yağmur yığıvatıdı. Bek içimni pişadı bu yağmur diyen Guynon balısı. Düşten keyin bulganda nerse kereklerimni yığıştırıp işqimandım. İşqa kilişimga yağmur to'xtadi ve acayip chiroyli Hasan chiqdi. Hozir xotira yozg'ach ishlayotiman. Endi birdan shvedcha o'rganaman. Ondan keyin roman o'qiyman. 2022 yılı 16 iyun yazgan xatiram kana, kundalik xatiram. Bu xirici yezibdim ekan bu. Ama kunde yazmagan bo'lsam bu kunde yezibdim 16, 17 fevral, 18. Onun keyin 28 bir necha kun yozaman. Ama wow, xili bir davomlashtirib yezibdim ekan bu kundalik xatiralarni. Manda vaqtlarımı bo'ptikan. Başta she'rlardan boshlabdim ekan. She'rlarni ko'chirib yetdim ekan Uyg'urcha o'rganish uchun. Keyin uning kundalik xotira yozishga o'zim yezib baqay, to'g'ri yozamdim, yozmamdim deb o'rganib ketgan vaqtlarimga o'zimcha. Deganda qaytib kelaylik bo'ldi filmlarni, bir film tavsiya qilaman deb sizlarga kundalik xotirani o'qib ketdim. Birinchi filmim The King degan filmni tavsiya qilaman. Bu Timothy Chalamet başrol olgan bir film. Bir kun o'tirib Netflix'ni aralab qarsam turdi, ko'rpaqaychi deb ko'rsam, xili bo'ldigan yaxshi film ekan. Angliyaninki tarixiy so'zlangan bir film ekan. Yosh bir podshohninki taxtga chiqib, o'sha Fransiya bilan bo'lgan bir tarixini so'zlaydi ekan. İkinci bo'lib İranninki bir filmini tavsiya qilaman. İranning filmlarini men har yili ko'raman. Yangi filmlari chiqsa, manbasini izlab tepib, degidek ko'raman İranning filmlarini, chunki yaxshi ko'raman. İranliklar filmlarni bek payda ishlaydi. Bo'lib o'sha turmushga oid filmlarni bek payda ishlaydi. Haqiqatan tavsiya qilmoqchi bo'lgan filmim bo'lsa, My Favorite Cake deb, o'sha İran Tehronda yolg'iz yashaydigan bir ayolninki hikoyasi so'zlangan bir film. Balları chet elda yashaydi ekan, yo'ldoshi tugab ketgan ekan. O'sha İranda yolg'izsirab qolgan bir ayolninki hikoyasi so'zlangan, shunda payda ko'ringlar. Üçüncü bo'lib Anorani tavsiya qilaman. Anora oldingi yili eng ko'p so'zlangan, eng danq chiqqan filmlarninki birisi. Nega qarsangiz, hammadan tavsiya qildi Anorani. Ama bir komedi sifatida ko'rsangiz bo'ldi. Biz yilmi Oscar mukofotiga erishishi mumkin. To'rtinchi bo'lib men o'zim bekaraq yaxshi ko'rgan Conclave'ni tavsiya qilaman. Conclave bek esl ishlangan film. Hollywoodning danq artistlari rol olgan hamda yuqori sifatda ko'rinishlari ajoyib chiroyli
işlengen bir film. Hikayesi mu bek ciddi hilaki içi kirip gitse başlanıştan başlap da içi kirip hilaki bir xil ciddi halat görsiz. Onun için Juror Number 2 ne tavsiye kılmam. Bu mu bek isil film. Bunu çokum körüm. İrlandiyanın ki bir filmini tavsiye kılmam. Small Things Like These diyen. Bu mu rast boğan tarixini ağ görmüş qıptırıp işlengen bir film. Biz yıldan başlap qaysi filmlerini gördüm. A Real Pain'ni tavsiye kılmam. Bu mu bek isil film. Onun için The Room Next Door'ni tavsiye kılmam. Bu mu bek isil işlengen film. Daniyanın ki bir filmini gördüm. The Girl with the Needle diyen. Onun için Companion'ni tavsiye kılmam. Ahırsı da bu mu bek isil işlengen bir film. Bu yılki planlarımdan biri bolsa yaxşı filmlerini devamlı görüş. Her qitimliq vlogimda tavsiye kılamsam mı? Şundaq arlap yığılıp qalğan çağda yaxşı filmler tavsiye qıp durman. Onda bolsa kelarki qitimliq vlogimda görüşəylik. Hammalar ümit bilan yaşanglar. Her günüňlarni ma'nilik, hoşal ötküzüşke tirişinglar.